Spark rusumli transport vositasi Termiz shahri hududida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan bir necha marotaba to'xta ishorasi berilganda qonuniy talabni bajarmasdan noma'lum tomonlarga harakatlanib yurdi. To'xtatildi. Tegishli hujjatlari tekshirilganda avtomashinani yon oldi oynalarini ruxsatsiz qoraytirganligi aniqlandi hamda haydovchining tegishli hujjatlari mavjud emasligi ma'lum bo'ldi. Nima sababdan tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarib yuribsiz, hurmatli haydovchi? Sabab. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Nima sababdan tegishli ruxsatnoma olmasdan transport vositasini oynalarini qoraytirgansiz? Bartaraf etish mumkinmidi? Bir kun emas, 2 kun emas, bir necha kun bo'ldi, to'g'rimi? Shu huquqbuzarlik sodir etib, yashirinib yurganingizga, to'g'rimi? Uchinchi savolim, xodimlarning qonuniy ishorasiga, talabiga bo'ysunmasdan qochib ketib, javobgarlikdan qutulib ketish mumkin ekan. Nima xulosaga keldingiz? Do'stim, qoidaga amal qiling. Belgilangan tartibda jihozlang avtomashinangiz. Hujjatlaringizni yoningizda olib yuring. Yo'lda hech kim sizni bezovta qilmaydi, to'g'rimi? Tezlikni oshirmang. Mast holda transport vositasini boshqarmang. Juda katta talablar qo'yilmayapti. O'sha talablar hammasi sizning xavfsizligingiz, ko'chada tinchlik, osoyishtalik uchun, to'g'rimi? Ushbu transport vositasiga nisbatan yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtincha jarima maydonchasiga olib kelib joylashtirildi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yo'llarda qoidalarga qat'iy amal qiling. Zero qoidalar siz va sizning yaqinlaringiz uchun